Bolada uyqu buzilishi. Ko'p chaqaloqlar kecha tunda ko'p yig'laydi. Nima uchun yig'laydi? Qanaqa sabablar shunga bo'lishi mumkin? Bu yoki bola och qoladi, yoki tish chiqayotgan bo'ladi, yoki xonani sho'ng'inqov bo'ladi, yoki yorqinlik juda ham baland bo'ladi. Bola uxlamaydi, yoki bolaga noqulay kiyim kiygizsangiz, bola uxlamaydi. Birinchi o'chitda bola ko'p yig'layaptimi, sizni bezovta qilyapti, to'g'ri. O'shaning uchun biza kun tartibini to'g'ri tashkil qilishimiz kerak. Bolangizni har kuni bir vaqtda ovqatlantirsangiz, uxlattirsangiz, turg'izsangiz vaqtida, cho'miltirsangiz, olib chiqib ko'chaga sayr qilsangiz, bu bolaning miyasi shunga ko'nikib, o'shanga o'rganib qoladi va bola tinch va yaxshi uxlaydi. Keyin bolani yotqizishdan oldin yaxshi ovqatlantirish kerak. Gazlari paydo bo'lmasligi uchun qornini soat milklariga qarab massaj qilsangiz, bola tinch uxlaydi. Mana shu anaqalarga rioya qilsangiz, bolangiz tinch uxlaydi. Qanaqadir shu sabablardan qanaqadir savollaringiz bo'lsa, Здоровые дети klinikasiga murojaat qiling, biz sizga albatta yordam beramiz.